Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun men sizlarga ikkita ajoyib saytni ko'rsatmoqchiman. Bu saytlarim onlayn o'yin o'ynash uchun ishdan kelganda, zerikkanda yoki bolalikka qaytishni tasavvur qilib ko'rish uchun ajoyib ikkita sayt bor. Mana bu ko'rib turgan saytingizni birinchisi Arcade Spice sayti. Bu yerda siz bolaligingizda o'ynagan o'yinlarning barchasi, retro o'yinlarning barchasi bor. Bu yerda barcha Tekken, Mortal Kombat, hatto Metal Slug, Spider-Man barcha o'yinlarni topishingiz mumkin. Ishdan charchab kelganda yoki bolalikni eslamoqchi bo'lganda shu saytga kirib, bemalol istalgan o'yiningizni o'ynashingiz mumkin. Ularning barchasi bepul. Ko'rib turganingizdek PlayStation 1dagi barcha o'yinlar bor. Pastga tushgan vaqtingizda istalgan o'yiningizni tanlab o'ynashingiz mumkin. Tepada esa o'zingiz xohlagan konsolning o'yinini tanlashingiz mumkin. Mana misol uchun PlayStation 1. To'g'risi birinchi bor ko'rganimda xuddi yoshlikka qaytib qolgandek bo'ldim. Bu saytni ko'rganimda juda ko'p o'yin bor ekan. Bizni yoshligimiz PlayStation 1 bilan o'tgan. Sekin-sekin keyinchalik PlayStation 2, 3 lar chiqishni boshlagan. Eng ko'p vaqtimiz PlayStation xonada o'tadi. Bu yerda judayam ko'p o'yinlar bor. Istaganingizni topib o'ynashingiz mumkin. Keyingi saytim esa Retro Game sayti. Bu yerda ham o'zingiz xohlagan o'yinlarni topib, konsol deganim mana shu Tetris, Sega yoki kompyuter o'yinlari hisoblanadi. Sega konsoli deyiladi aslida. Men asosan PlayStation o'yinlarini yaxshi ko'raman. Mana asosan bu yerda rasmlari bilan chiqarilmaydi, lekin ro'yxatdagi barcha o'yinlar bor bu yerda ham. Misol uchun sizlarga bironta o'yinni qo'yib ko'rishim mumkin. Crash Bandicoot. Bu o'yinni ko'pchilik juda yaxshi biladi. Nimani his qilyapsizlar? Bu o'yinlarni asosan 90-yillar atrofidagi insonlar juda yaxshi biladi. Sizlar ham shunday o'yinlarni yoshligingizda o'ynaganmisiz? Kommentariyada yozib qoldiring, kim qanday o'yin o'ynaganini. Eng ko'p o'ynaladigan o'yinlardan biri bu. Yoshligimizda juda ko'p o'ynardik bu o'yinlarni.
turganingizdek boshqarish ham juda qiyin emas umuman. Buni klaviaturada o'ynasangiz ham bo'laveradi. Asosiysi qotmaydi. Bemalol o'zingizni yoshligingizdagi o'yinlarni topib o'ynashingiz mumkin. Mana do'stlar, saytlar haqida ma'lumot berib o'tdim. Ishdan keyin yoki yoshlikni eslamoqchi bo'lgan paytingizda, istagan vaqtingizda kirib o'ynashingiz mumkin. Asosiysi bularni bari bepul, maza qilib o'ynang. Hatto farzandlaringizga ham o'zingizni yoshligingizni qanday o'tganini ko'rsatish uchun shu o'yinlarni ko'rsatishingiz mumkin. Barchaga rahmat, omadlaringni bersin, maza qilib o'ynanglar. Xayr.